Xo'p, hozir o'zi O'zbekiston bozorida biznesida juda ham ko'p mutaxassis yetishmovchiligi bor. Ya'ni tajribali, sifatli, xo'p, tajribasiz bo'lgan taqdirda ham sifatli, yaxshi ishlaydigan xodimlar. Bitta joyda uzoqroq ishlab, yaxshi ko'rsataman, kompaniyaga vafodor bo'laman degan xodimlar kam. Nimaga? Juda ko'pchilikning miyasida kichkina biznes qilish, trading qilish, boyib ketish, boshqa narsalar o'zi ishlayotgan joyiga katta mehr bermaydi. Qaranglar, men o'zimdan kelib chiqib aytaman. Men o'zim bitta joyda shtatda ishlamayman. Shtatda ishlash meni interesimda emas, lekin agar mana shunaqa vlog loyiha bo'lsa va ular meni shtatga chaqirsa, vlog olib, mendaq ish qilasan, mendaq oylik yaxshi summa, boshqa narsa desa va bu menga qiziq bo'lsa, men ishlayman. Odamlarning interesidan kelib chiqib ishlasa bo'ladigan juda ham ko'plab ishlar bor-da. Misol bir xil ustachilikni, bir xil misol uy qurishni, santexnikani, kimnidir elektrikani, kimnidir rassomchilik, kimnidir ustozlikni yaxshi ko'radi-da va ularga qo'lidagi hunardan kelib chiqib, o'zi yaxshi ko'rgan ish kelib chiqib turib, ishxonalar ishga chaqirsa, ko'pchilik ishdan voqli bo'shash, ishlamaslik, kichkina biznes qilish, ko'proq pul topib ketish, mana shunaqa fikrlar bilan ozgina chaqilib qolgan. Bu narsaning ozgina minusi bor. Nima? Bozorda kichkina biznes ko'payaveradi. Kichkina biznes ko'payishini zararlari nima dedi? Odamlar katta risk qiladi kichkina biznes qilayotgan. Kichkina biznes uchun chunki pul kerak, o'zini uy-joyi uchun, mashinasi uchun yoki boshqa narsa uchun yig'gan pulini kichkina biznesga tikadi va u kichkina biznes yaxshi daromad keltirmasa, yaxshi o'smasa, u odam pulsiz qolib, kreditlarga uchrab qiynalib qoladi. Endi albatta agar u yaxshi marketing, biznesni o'rgangan, bilgan, o'zini ishidan kuchli mutaxassis bo'lib chiqqan odam bo'lsa, u qilsa bo'ladi. Va bu yerda aytmoqchi bo'layotgan gapim, xodimlar qancha ko'p xodim ishdan bo'shab, hali yetarlicha tajriba olmasdan turib biznes qilaman deb ketadigan bo'lsa, misol o'zi bitta narsada mutaxassis bo'lish uchun statistika bo'yicha 3000 soatmi, 4000 soat ishlash kerak. Bu degani 3 yilmi, 4 yil. Lekin hozirgi paytda 3 yil, 4 yillik bilimingiz bilan biznes qilishingiz bu to'g'ri emas. Nimaga? Chunki siz o'sha sohani o'zini bilimiga egasiz. Siz hali biznes qilish bo'yicha tushunchaga ega emassiz. Siz hali xodim boshqarish bo'yicha tushunchaga ega emassiz. Finansiy gрамотность yo'q. Biznesda bo'lish kerak bo'lgan juda ham ko'p faktorlar bor. Siz biznesda, misol odatda biznesda sotuv bo'limi bo'ladi. Birinchi navbatda o'zi ishlab chiqarish bo'limi bo'ladi. Xizmat ko'rsatadigan yoki produkt tayyorlaydigan bo'lim, sotuv bo'limi bo'ladi, marketing bo'limi bo'ladi, отдел kadrov bo'ladi, ya'ni HR, xo'p, moliya, finans bo'limi bo'ladi. Bir xilida o'sha yuridik bo'lim bor, bir xilida yana boshqa bo'limlar, misol отдел развития, отдел качества kabi bo'limlar bor. Siz 3 yil davomida faqatgina misol yog'ochga to'g'ri ishlov berishni o'rgandingiz va biznes qilmoqchisiz. To'g'ri emas. Mana shunaqa g'oyalar ham hozirgi payt ko'payib ketdi. Shunga meni maslahatim, e'tibor bermaysizlar, mashinalar shunaqa yuradi bir xil payt. O'zi labo haydaydi, lekin kurtoy bo'lgisi kelib qoladi-da. Bu ham mumkin. Baribir BMW ololmagandan keyin labo bilan ham shunaqa qilsa bo'ladi. Xo'p, aytmoqchi bo'layotgan gapim. Siz yaxshi ko'rgan ishingizni topdingizmi birinchi navbat? Mana shu meni ishim ekan, mana shunda maza qilaman deyapsizmi? Yaxshi atmosfera, komanda, kompaniya toping-da, o'sha yerda ishlab, maza qilib, o'sing. Pul jihatdan qiynalayotgan bo'lsangiz, rahbariyat bilan gaplashing. Qanaqa qilib men shu ishlayotgan ishimda yana ko'proq pul topsam bo'ladi? Variantlari bormi? Bor bo'lsa aytinglar menga. Agar men qilolmayotgan bo'lsam bo'ldi. Bo'ynimga olaman, men o'sha narsani qilishga harakat qilaman. Agarda sharoit bersanglar, men o'sha narsaga chiqaman, o'saman va ko'proq daromad qilaman. Endi qaranglar, katta kompaniyada bunaqa xodimlar juda ham yaxshi qadrlanadi. Sababi, katta bo'layotgan kompaniya har doim sitlari ko'payadi, filiallari ko'payadi, xodimlari ko'payadi va ularni boshqarish kerak. Odatda mas'uliyatni olmoqchi bo'lgan, riskka bormoqchi bo'lgan odamlar yaxshi boshqaruvchilar chiqadi, biznesmenlar chiqadi va ular lavozim ko'tarsa bo'ladi. O'shaning uchun hamma ham biznesmen bo'lishi, hamma ham bloger bo'lishi yoki hamma ham kimdir bo'lishi shart emas. O'zi yaxshi ko'rgan ishida, voy, mashina yurmasa yomon tinch bo'lib qolar ekan. Bo'lmasam qulog'im qomat keladi. Shum boru. Demak, hamma ham biznesmen bo'lish shart emas va biznesmen bo'lish degani bu oson narsa emas. Bu tap etib pul tikas o'xshab ketadigan emas. O'shaning uchun birinchi navbatda siz hayotda maza qilib yashab, yaxshi pul topmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz yaxshi ko'rgan ishni toping. O'zingiz yaxshi ko'rgan ishni topish uchun esa zo'r formula bor. Xohlasangiz Ikigai, xohlasangiz PVP formulasi bor. Men ularni bitta qoldiraman, ko'rasizlar. Tepada link ham qoldiraman, xohlasanglar tanishib chiqishinglar uchun o'shalardan foydalanib, o'zingiz yaxshi ko'rgan kasb topsanglar bo'ladi. Va kasbni topdinglarmi? Ertalabdan kechgacha o'shani ustida ishlaylar. Toki kuchli mutaxassis bo'lib bozorda sizlarga o'xshagan odamlar sizni yaxshi deb bilib, sizdan o'rganish uchun kelmaguniga qadar, даже undan ham keyin o'zi yaxshi ko'rgan kasb bo'lgani uchun men ishlayverasiz. O'shaning uchun maslahat, yaxshi ko'rgan kasbni topamiz, bosib ishlaymiz va o'zimizga o'xshagan mana shu kasbni yaxshi ko'rgan odamlarni ko'paytiramiz. Shu bilan hamma rivojlanadi. Biznes masalasiga kelsa, hamma ham biznesmen bo'la olmaydi. Hammaga biznesmen bo'lish ham shart emas. Sababi, o'sha boyaga aytgan narsam, biznes qilish oson emas. Buni faqat men aytmaganman. Buni rossiyalik biznesmenlar va yevropalik, amerikalik, o'zbekistonlik biznesmenlar ko'p aytadi. Biznes qilish xuddi talantga o'xshaydi. Bu bitta odamni juda ko'p funksionalni bajara olishi, juda ham kuchli sabr, bardosh, iroda bo'lishi u odamda. Ko'pchilikda unaqa narsa yo'q. Nimaga? Oddiy misol, agar oyligingiz 2-3 kunga kechikadigan bo'lsa, siz chidolmaysizmi? Siz biznesmen bo'la olmaysiz. Sababi, biznesmen pul tikkanidan keyin biror bir biznesga kamida 1 oy yoki 2 oy, даже 1 yil, 2 yillab ubitkaga kirishga tayyor turish kerak. Bunaqa narsalar bo'ladigan bo'lsa va siz unga hali chidolmasligingizni sezayotgan bo'lsangiz, uje sizda biznesmen qoni oqmayapti. Yana qanaqa masala? Tasavvur qiling, siz biznesmen bo'lmoqchisiz va aytyapsiz, mendan zo'r biznesmen chiqaradi, xo'jayinim yaxshi pul bermaydi menga yoki yaxshi biznesmen emas, faqat ertadan kech ofisda o'tiradi degan narsalar bilan kredit band. Biznesmenning ishlayotgani qanaqa bo'ladi? Biznesmenning ishlayotgani har doim xodimlarim o'z vaqtida ishga keldimi ekan?
ishini vaqtida yaxshi qilyaptimi ekan? Nimaga? Chunki bu tizim, biznes tizim. Har bitta xodim o'zini faoliyat turidan kelib chiqib, ularga berilgan pozitsiyada ishlaydi. Bu xuddi futbolning komandaga o'xshaydi. Qaysi birdir bo'shashsa, butun boshli komanda yutqizadi. Xuddi shunaqa biznesda ham. Agarda 10 kishidan yoki 2 kishidan kerak bo'lsa ishlaydigan iborat biznes bo'lsa ham, unga ishonilgan xodim agar o'zini ishini puxta qilmasa, butun boshli biznes kuyadi. Bu boya aytgan qismga qaytib kelamiz. Savdo bor, finans bor, moliya, yuridik otdel ishlab chiqarish bo'limi. Qaysidir bo'limdagi xodim ishiga o'z vaqtida kelmasa, qolgan bo'limdagi xodimlar bundan aziyat chekadi. Mana shu narsalarni tushuntirish odamlarga qiyin bo'lib ketyapti. Nimaga qiyin bo'lib ketyapti? Chunki hamma biznes qilib, faqat katta pul topishga ko'radi. O'rtoqlar, hamma biznesmenlar ham katta pul topib ketmagan. Hamma biznesmenlar ham muvaffaqiyatli biznesmen emas. Hamma mutaxassislar ham o'z ishidan xuddi xursand bo'lmaganiga o'xshaydi. O'shaning uchun bu narsaga sizlar alohida soha yo'nalishida qarashingiz kerak. Kitobi biznes qilaman. Xuddi shunaqa bu ham shaxsiy brendga o'xshaydi. Bu ham blogerlik. Har bittasini o'zining odami bor. Bilish yo'li, sinab ko'rish. Rostdan ham sizga yo'qotdim bu narsani. Ishlab ko'ring. Biznesmen bo'lgisi kelyaptimi? Rahbaringiz bilan qaysi darajadan bo'lishib oling. Ayting, "Shef, xo'jayin bo'lgim kelyapti, siz o'rningizga direktor bo'laman, menga qancha pul to'laysizmi?" Любой biznesmenga mana shunaqa kap bilan chiqing, u sizga "Пожалуйста, men ol, mana shu 2 bo'ynimdan" deydi. Siz aytayotgan pullar oshig'ini ham to'lashi mumkin, lekin siz uni pozitsiyasida ishlay olmaysiz. Bu demotivatsiya bo'lishi yetmayapmi? Bu prosta qiyin bo'lgani uchun aytolmayman, oson emas. Endi teskarisini qilamiz. Siz misol yaxshi sotuvchisiz, o'zingiz yaxshi ko'rasiz. Biznes egasi sotuvchi bo'lish mazza, u yoq bu yoq oson deyapti. Odatda o'z biznesmenlar eplab qo'yadi, lekin bu narsani no, siz o'rningizda ishlab ko'rsin kun davomida, oylikdan oyligacha mas'uliyat siz maza qilib ishlasa bo'ladi. No, biznesmenga ko'proq tavakkal, risk kerak bo'lgani uchun u bu narsani yoqlamaydi, ishlamaydi. Endi shunaqa hayot. Hamma unik yaratilgan. Alloh taolo shunaqa yaratgan. Hammani o'zini salohiyati, o'zini talanti bor. Hamma bir qila olmaydi, deydi ham. Mana bu yerda aytmoqchi bo'layotgan gapim prosta, agar o'zi biznes qilish sizga bo'lmasa, majburlab qilish shart emas. Yaxshi ko'rgan ishingiz bo'lib turib, yo'q narsaga qarab ketgandan ko'ra, yaxshi ko'rgan ishingizni qilib, o'shandan qanaqa yuqori daromad qilishni o'ylash kerak. Nerjili biznesmen bo'lib qolishga tapet. Yoki sizga yoqadi odamlarni boshqarish, biznes qilish, siz risklarga boradigan odamsiz, taslim bo'lishingiz kerak emas. Dakansa boring endi, shuncha joyga kelib qo'yibsiz уже. Endi men bo'ldi, xodim bo'laman. Это не моё, короче. Oilaviy biznes 10 yil ishlab yetadi, men pulni olib bu yoqqa Maldivga ketaman degan narsalar sizga emas. Siz talantingizni bilasiz, o'zingizni riskingizni olish, xodimlarni boshqara olish qobiliyatlaringizni bilasiz. Xo'p, mayli, shtatga o'taman, siz operatsion direktor bo'lsangiz bo'ladi. No, taslim bo'lish, bu mag'lubiyatni qabul qilish. Hayotda, yana qaranglar, bitta zo'r narsani aytaman sizlarga. Hayotda endi Alloh bergan umr davomida sizlar qachon yutqazasizlar, qachonki taslim bo'lsanglar. Bu mana shu yakuniy fikr.